Toshkentda o'zini davlat xavfsizlik xizmati xodimi deb tanishtirib, ishini bitkazib olishga uringan shaxs qo'lga tushdi. Qayd etilishicha, Yakkasaroy tumanida 33 yoshli fuqaro boshqaruvidagi Lacetti yo'l-patrul xizmati xodimlari tomonidan to'xtatilgan. Hujjatlarni tekshirish chog'ida fuqaro o'zini davlat xavfsizlik xizmati xodimi deb tanishtirib, inspektorga soxta guvohnomani ko'rsatgan. Ushbu shaxs uni qo'yib yuborishlarini iltimos qilib, go'yoki yuqori lavozimda ishlovchi rahbar tanishiga qo'ng'iroq qilgan. Telefon qilingan odam esa yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimiga haydovchini qo'yib yuborish bo'yicha ko'rsatma bergan. Ammo xodimlar o'zini shubhali tuta boshlagan shaxsning ma'lumotlarini tekshirib ko'rgan. Natijada fuqaro ko'rsatgan guvohnoma qalbaki ekanligi hamda davlat xavfsizlik xizmatiga umuman aloqasi yo'qligi fosh bo'lgan. Gumonlanuvchi ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Surishtiruvlar natijasida fuqaro odatda o'zini prezident administratsiyasi va huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimi sifatida tanishtirib, mansabdor shaxs niqobi ostida shaxsiy masalalarni hal qilib kelgani va buning uchun soxta guvohnomalardan foydalanganligi aniqlandi. Ushbu shaxs Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan aybli deb topilib, sud hukmi bilan 3 yil 6 oy ozodlikdan mahrum etildi.